بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Assalamu alaikum hürmetli qarindoshlarım. Men bugün Allah Celle Celaluhu'nun muvaffaq qilishi bilan Oilam Jannatim darsimizning 15-qismini sizlarga sunmoqchi. Bugungi darsimiz ve bunundan keyingi bir ikki dars nihoyat muhim ve nihoyat ahamiyatli qarindoshlarım. Çünkü biz bu derslerimizde ayol o'ttursida yuz beradigan datalaşlarını qandoq bir taraf qilish ve qandoq hal qilish haqida to'xtalamiz. Endi yat bir yat bir ayol bir uyga kirgandan keyin datalashning bo'lishi normal, tabiiy bir ahvol. Faqatlam datalash yo'q bir oila va desa ishonmang. Chunki bu bir aqlg'im uyg'un emas, mantiqg'im uyg'un emas. Mayli oz bo'lsin, jih bo'lsin, ko'p bo'lsin, davomliq bo'lsin, ba'zida bo'lsin. Az bo'lsa-mu, chuqur bir oila bo'lsa, buningda datalash bo'ladi. Bu bir normal, tabiiy ahvol. Bu datalashni faqat bo'lmasin deydiganga bir amal yo'q. Ammo datalashni chiroyliqcha hal qilishning amal choralari bor qarindoshlar. Biz bugun bu haqda to'xtalamiz. Men yana bir qatim sening saminglarga takrorlayman. Ayollik turmuşda datalashning bo'lishi normal bir ahvol. Xuddi bizning o'tirib, qopab, yeb, ichib, uxlaganimizdek normal ahvol. Datalashning bo'lmasligi normalsizlik. Nima uchun demsizlar? Chunki Allah subhanahu va taala mahluqotlarni jumladan insonni o'zgacha bir-biriga o'xshamaydigan yaratdi. Mana bu qonuniyatdan datalash kelib chiqadi. Chunki bir insonning bir insonga qarta psixik jihatdan qimmat qarash, yaxshi ko'rish, yomon ko'rish degandek nurg'un jihatdan bir-biriga o'xshamaydi. Mush o'xshashmaslikdan datalash kelib chiqadi. Biz datalash kelib chiqsa mayli, bu chatoq yo'q. Lekin datalashni qandoq hal qilamiz? Gap mana bu yerda qarindoshlarimiz. Shuni biz datalashdan chiqishdan ansirmaymiz. Endi to'yqan qiz-yigitlarimiz mushu to'yqanning birinchi yilida sal datalash ko'proq bo'ldi. Nimishqa desa bu ikkilisi yeng, beshidan ish o'tmagan, bir-birining mijozlarini tushunib olmagan ahvol ostida kelib chiqdi. Shuning uchun mushu to'y qilib 1,5 yil o'tkicha yigit bilan qizlarimiz nihoyat sabrichan bo'lish. Amalba bir-birining mijoz xarakterini va psixikasini tushunishga ko'ngil bo'lish. İkinci yıllar vaqtida her ikki yil tarafda az-to'l tajriba bo'ladi va bir-birini tushundi, datalash sal azaydi. Balliq bo'lishdan ilgirki ahvoldan balliq bo'lgandagi ahvol o'xshashmaydi. Har bir holatning o'zgarishliq qiyinchiligi bo'ladi. Buni qanday hal qilishni bilishimiz kerak. 2-yil, 3-yil bo'lgan chog'da ayollik turmush yaxshilandi. Nimishqa desa bularda tajriba hosil bo'ladi va yuz bergan masalani qanday hal qilishni o'rganib oldi. Shunday qilib vaqt uzaygan sari datalash oz bo'ladi qarindoshlar. Mana biz bugun ayol o'ttirsidagi datalashni hal qilishning muhim chora tadbirlari haqida to'xtalamiz. Endi mushu chora tadbirlar ichidagi eng muhim birinchi chora tadbir bo'lsa, sen o'zing bilan Alloh o'ttirsidagi aloqani yaxshila. Allah subhanahu va taala sen bilan
ayolning yoki ayol bilan er o'ttirsidagi aloqani yaxshilab turdi. Masalan, bir er ayolidan burun ko'rib baxmagan ba'zi nachar axloqlarni yoki xapliqlarni yoki jangi jidalni ko'rsa, ayol atay ba'zi jidallarni paydo qilmoqchi bo'lsa, darhol Alloh subhanahu va taolo tövbe istig'for qilib, o'zini tekshirib, men burun qilib baxmagan gunoh ma'siyatni nima gunoh ma'siyat qildim deb o'zini tekshirish kerak. Mana bu dinimizning ta'limoti qarindoshlar. Chunki ayolingning quli Allohning ilkida, erning yuragi Allohning ilkida, yaxshi qilib berish, yomon qilib berish Allohning ilkida. Mana biz Alloh subhanahu va taolo bilan bo'lgan aloqamizni yaxshilasak, Alloh bizga oilamizni yaxshilab turdi. Ma gap erlarga, ayollarga o'xshash qartildi qarindoshlar. Ba'zi ulamolarimiz shunday deydi. Men Alloh bilan bo'lgan aloqamning yaxshi yomonligini ayolimning menga muomalasidan bilatdim deydi. Ya'ni demak ba'zi olimlarimiz otga minib yoki eshakka minib ishiga itib olsa, ammo eshak ot aski demay, men nima qildim? Men nima jinoyat qilganlikdan, men nima gunoh qilganlikdan bular menga mushunda qildi deb, mana mushunda tushunadi qarindoshlar. Masalan, ba'zi oyatlarga qaysaqmi, oyatlarda mushuning qarta ba'zi so'z bor qarindoshlarimiz. Masalan, Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda shunday deydi: وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ. Öz vaqtida Zakariya Alloh subhanahu va taolaga iltijo qilib, ey Rabbim, meni yolg'iz qo'ymagin, menga farzand bergin deb mushunda duo qildi. Ya'ni, ey Rabbim, sen izbasar berguchilarning eng yaxshidirsan, ya'ni farzand ato qilgan kishilarning eng yaxshidirsan deb duo qilib Allohga iltijo qildi. Biz uning duosini ijobat qilib, Yahyoni uningga berdik va ayolini uningga yaxshilab berdik, isloh qilib berdik deydi qarindoshlar. Nima uchun esa innahum shu Zakariya va yuqorida tilga ilingan payg'ambarlar yaxshi ishqa darhol tashabbuskorlik bilan oldiraydi deb Alloh subhanahu va taolo ularning qilgan duosi va ularningki yaxshi ishqonlik sababli biz ularning ayolini isloh qilib yaxshilab berdik deydi. Yana bir oyatda Alloh subhanahu va taolo shunday deydi: Innallazina amanu va amilus solihat sayaj'alur rahmanu lahu wudda. Allohga iymon etgan va solih yaxshi ishlarni qilgan kishilar uchun Alloh subhanahu va taolo ularning muhabbatini ziminda qildi deydi. Ya'ni boshqalar undaq kishilarni yaxshi ko'radi deydi. Ya'ni ayoling seni so'ysa, ering seni so'ysa, demak datalash bo'lmaydi qarindoshlar. Balki datalash azlaydi, hatto datalash bo'lsa bir-birini kechirib o'tadigan, ko'maslik saladigan ahvol bo'ladi. So'ygi paydo bo'ladi. Shuning uchun qarindoshlarimiz deymiz, birinchi datalashning oldini olish, datalashni aziltish qanday qilamiz desanglar, oldi bilan o'zimiz bilan Alloh o'ttirsidagi aloqani yaxshilab, yaxshi qulchilik qilib, yaxshi bandachilik qilib, shariat bo'yicha mansoq Alloh subhanahu va taolo er bo'lsak ayolimizning qalbini isloh qilib turdi, ayolimizni bizga isloh qilib turdi, ayol bo'lsak erlarimizni bizga isloh qilib turdi. Mana bu birinchi qoida. Ikkinchi qoida bo'lsa, er ayol o'ttirisida yuz beradigan datalashni to'g'ri tushunish qarindoshlar. Er ayol o'ttirisida datalash bo'lganda hasrat chekmaslik, tushkunlashmaslik, xopib ketmaslik, o'zimizga ilibmi ketmaslik. Chunki bu normal ahvol qarindoshlar. Biz bu datalash amaliyotda bizga foydali deb qarash, ya'ni bir ijobiy qarash. Chunki Alloh subhanahu va taolo shu Qur'oni Karimda
ayol o'tirsida bo'lgan ba'zi masalalarni tilga olib fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum deydi. Sizlar u ayollarni yomon ko'rsanglar. Sizlar ba'zi narsalarni yomon ko'rsanglar, mohiyatda u narsalardan sizlarga yaxshilik keladi deydi. Biz mushunda tushunish. Biz bu ayol o'tirisidagi yuz bergan datalashni yo'g'ontib olmaslik. Buni asosliq masala qilmaslik, chunki biz gap ichayotgan, o'ltirib uxlayotgan normal ahvol deb qarash. Buniga to'g'ri muomala qilish. Bu nihoyat muhim qarindoshlarimiz. Mana shu Xadicha Oysha onamizga bo'hton chaplangan vaqalikni bilamiz. Bu nihoyat islom tarixidagi nihoyat cho'ng vaqalik. Payg'ambarlarning peshvosi bo'lgan, Allah subhanahu va taolaning eng yaqin bandisi bo'lgan Muhammad sallallohu alayhi va sallamning ayoli tuhmatga qoldi. Musulmonlar nihoyat g'amkin bo'ldi. Shu chaqda Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda nim dedi? La tahsabuhu sharran lakum bal huwa khayrun lakum. Sizlar ma bo'lgan mush Oysha onamizga chaplangan tuhmat, mushu nurg'un vaqalikni yomon deb qilmalar, balki bunda bir yaxshilik bor dedi. Endi bu ayollikdagi datalash nima yaxshilik bor deyishinglar mumkin. Allah subhanahu va taolo har qanday bir ishda yaxshilik bor qarindoshlar. Chunki Allah bizni yaxshi ko'radi, bizni ota-onamizdan bak suydi. Ibn Qayyim al-Jawziy rahmatullohi alayhi shundaq deydi. Agar bir insonning beshiga bir ish kelgan bo'lsa, mush insonga lavhul mahfuzdagi yozilgan taqdirlar, bo'lgan ishlarni ko'rsatsa, shu inson yine shu beshiga kelganda tanlagan bo'ladi deydi qarindoshlar. Biz bilmaymiz. Doktorlar ba'zida badanimizning ba'zi yerlarini kesib elitadi. Nima uchun bizni saqlab qolish uchun qarindoshlar. Masalan, bir ayolni nati bir jangi jidalchi ayol ekan. Sabr qilsa, nima yaxshilik qiladi deyishimiz mumkin. Balki sabr qilsa shu ayoldan Alloh subhanahu va taolo shu erining dunyo oxiratda yuzini yo'riq qilgan farzandlar berish mumkin qarindoshlarimiz. Ma'qul onunla sabr qilmasang ikkinchi qatam sen degandek, sen o'ylagandek ayolni sana nada qo'yibdi. Bu nadika shundaq zavod so'qti qilolmaydi. Shuning uchun sabr-chan bo'linglar. Bu datalashning keyinda bir yaxshilik bo'lishi mumkin deb buning ijobiy qara, yaxshi tarafiga qara deydi. Endi qanday yaxshilik qilsanglar bir aqllisi qarindoshlar. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam hadis sharifda shundaq degan: Ma yusibul muslimu min wasabin min nasabin wala wasabin wala huznin wala ghammin wala hammin wala adha hatta shawkatu yushakuha illa kafarallahu biha deydi. Bir musulmonga bir charchash yetibdi. Bir kasallik og'riq bo'lib qopti. Bo'g'a o'tib ketgan ishqonati hasrat chekib qopti. Yoki kildigan ishdan bir g'am qilib qopti. Yoki bir xil tushkunlik, bir xil malallik yetibdi. Hattoki putig'imanda bir tikan kirib ketgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo shuning badaliga bu mu'minning gunohini afv qildi deydi. Biz Qur'oni Karimni o'qisak, Qur'oni Karimda Osiyo onamiz tilg'ilingan. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam hadis sharifda shundaq deydi: Nisa'u ahlul janna arba'a. Jannat ahlidan bo'lgan ayollarningki sayyidatu nisa'u ahlul janna arba'a deydi. Jannat ahli bo'lgan ayollarning eng peshvo katta ulug'lar 4 deydi qarindoshlar. Birinchisi Xadicha onamiz, ikkinchisi Fatima onamiz, uchinchisi Maryam onamiz, to'rtinchisi yer sharidagi eng nachar, eng zolim, eng eski erining ayoli Osiyo onamiz. Osiyo onamiz mana bu erining zulmiga sabr qilish, o'zining iymonida ching turish bilan jannat ahlining eng kattasi bo'lgan va Qur'oni Karimda alohida tilg'ilingan. Nima sabrchanlik bilan. Mana bu ayollar buni o'ylash kerak. Hamda
Erlerçi desa Lut aleyhisselamni o'ylash kerak. Lut aleyhisselamni o'ziga o'rnak qilish kerak. Lut aleyhisselamning ayoli düşmanlar bilan, kafirlar bilan birlashib Lut aleyhisselamga kech kunduz suiqasd qilib Lut aleyhisselamga mushundaq jafo mushaqqatlarni keltirgan qarindoshlar. Lut aleyhisselam sabr qilgan. Demak, qarindoshlarimiz, bu ayollik turmushda da'talashning bo'lishi normal ahvol. Buni normal qarayli, bu to'g'ri muomala qilli, istiklam voy ajrashiman, voy yo'qol deb mandaq o'zimizning tabiiyligini, normalligini yo'qotib qo'ymayli. Bu ikkinchi muhim qoida. Uchinchi muhim qoida bo'lsa, ayol o'ttirsida da'talash bo'lganda mundaq 7 ishni qilmaslik qarindoshlar. Biz dedik har qanday oilada da'talash bo'ldik. Mayli u oila katta olim o'limaning bo'lsin, dehqonning bo'lsin, ziyoli bo'lsin, professor bo'lsin, ishchi bo'lsin, har qanday bir oilada da'talash bo'ladi. Da'talash bo'lgan chaqda har qanday mayli bo'lsin, mayli ayol bo'lsin, tuvandagidek 7 ishni qilmaslik. Bunun birinchisi olsa, da'talash bo'lganda tovlashib, vaqirishib, urushib bo'lib, ya o'yini tashlab chiqadigan yoki ayol o'yini tashlab chiqadigan mundaq ishni qilmaslik. Bu sen urushib, tovlashib, vaqirishib, o'yini tashlab chiqasan, bu masala hal bo'lmaydi degan gap. Agar erning sal achchig'i bak kelib, ovozi ko'tarilib ketgan bo'lsa, ayol kishi azroqlam jim turib olsa, erningmi achchig'i besildi qarindoshlar. Agar ayol kishi mushundoq bir bak achchig'i kelib, nervisi o'ylab qolgan bo'lsa, erlar bir necha og'iz gapdan qilib qolsak, bu ish tugaydi. Bu uyni tashlab ketganlik masalaning hal bo'lganlik emas, balki masaladan qochqanlik. Qanday qilamiz? Bir az o'ltirib olib, bir az o'zimizni tutib olib, chiroyli suhbat bilan bu ishni tugutish kerak. Biz musulmon qarindoshlar, Qur'onni o'qiylik. Qur'onda o'qisak, Alloh ma'ni dedi, shayton ma'ni dedi, Alloh ma'ni dedi, shayton ma'ni deb Alloh bilan shayton o'tirisidagi suhbat tilg'aylangan. Dunyodagi har qanday bir qiyinchilik, xalqaroliq masalalarni urush bilan betaraf bo'lmaydi. Eng oxirisida suhbat ustiga o'ltirib, ya siyosiy ya diplomatik yo'ldan hal bo'ldi qarindoshlar. Urush bilan dunyoda bir ish hal bo'lmaydi. Shuning uchun urushib, vaqirishib, tovlashib qo'yiblam, o'yin tashlab, xanim dadisini uyga ketadigan, yigit bo'lsa o'yin tashlab, kechgacha uyga kirmaydigan yoki bir necha o'yin tashlaydigan mandaq ishni qilmaydi. Ikkinchi qilmaslik tegishli ish bo'lsa qarindoshlar, o'zimizning jangi jidilga ballini aralashtirmaydi. Agar da'talash bo'ldigash bo'lsa, yotiqimiz kirib, ishni obdan taqab, yoki bo'lmasa shu masalani vaqtida qo'yib qo'yib, balla yo'q yerda ondan keyin da'talashni shu chaqda qilaydi. Chunki bu da'talash ballaning psixikasiga nihoyat og'ir darajada ta'sir qildi. Bu ota-onaninki balla oldida da'talash qilishi, mush da'talashning davomlashishi ballani vayron qildigan zaharlik, chekimlikdek bir zahar bu. Bu balla qilgan ziyonkashlik mushundoq ota-ona qiyomat kunsi Alloh subhanahu va taolo oldi chuqum qilmishidan hisob berdi. Buningga qat'iy bir ahamiyat berish kerak. Ballaninki ruhiyatini, ballaninki ichki dunyosini biz vayron qilmaylik qarindoshlar, da'talashlarimiz bilan. Üçüncü qilmaslik tegishli ish bo'lsa, erimni o'zimga istitdim yoki ayolimni o'zimga qaritib, gapimdan chiqmaydigan qildim deb sehrigarlarning, da'oxonlarning, falchilarning qishig'i berish. Mana bu ayollarimiz to'liq mushunda qilib qolgan ishi bor. Bu shariatga xilof, bu
ishning oqibati chuqum oilaning vayron bo'lishidan tugaydi. Buni sizlar mushundaq qilgan kishilardan so'rab beqinglar, atrofingizga qarab beqinglar. Buningga qadam bosgan er yoki ayollar aqlsiz, dinni tushunmaydigan nodon kishilardir. Shuning uchun biz oilamizni yaxshilaydiq, erimni taloq qilmaydigan, gapimni anglaydigan qildim degandek xato qarash, xurafiy tushunchalar bilan mush aldamchi, saxtipaz, daaxon, palchi, sihrigar, baxshi degandan qishga hargizmi bamanglar er ayollar. Chunki Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam hadis sharifda bizni mushuningdan qattiq ogohlantirdim deydi. Man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu fima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Kimiki palchiga, baxshiga, sehrigarning qishiga kelsa va uning degan gapiga ishinib ha hu deb o'tirishpasa, Muhammad alayhisalom nazil bo'lgan vahiyga kafir bo'ldi, ya'ni Qur'onga kafir bo'ldi, iymondan chiqdi degan gap. Shuning uchun qarindoshlar, bu ishga qat'iy yaqin kelib qolmanglar. To'rtinchi yaqin kelmaydigan ish bo'lsa, ayol bir-biri bilan majralashgan chaqda men ustunga xotin olma deb tahdid sanmasin. Xotin elish boshqa gap, ammo bu datalashni hal qilish boshqa gap. Datalashni buning bilan hal qilinmaydi. Agar ololmasang sen bir yolg'onchi. Oldiga ish bo'lsa-mu, buni bilan masala hal bo'lmaydi qarindoshlar. Qachon birisini qo'rqitishdan ish masala hal bo'lgan. Hatta ayolmu men sana nima deb tegib san tekkinimga isit, nima deb tekkendime, paloniga tekkan bo'lsam degandek mandaq so'zni qat'iy qilmaslik. Bu chunki erning yuragini jarohatlantirdi. Urushib qolganda, jangi jidal chiqqan chaqda ustunga ayol olma deganlik ayol kishining qalbini jarohatlantirib, mana bu kelib chiqqan datlashni yo'g'ontiydi. Buni yo'q qilamaydi qarindoshlar. Shuning uchun bu to'g'ri usul emas. Ajrishima yoki xitingni ol degan gap bo'lmasin qarindoshlar. Datalash bo'lganda bu gapni butun esinglardan chiqarib o'tinglar. Bu men seni qo'yib birman, voy taloq, voy yo'qol degan gap bu er kishining gapi emas. Bu bundaq degan erning aslida to'y qilish salohiyati yo'q degan gap qarindoshlarimiz. Chunki bir ayol bilan chiroyli o'ltirib, bir masalani hal qilmagan er sog'lom er emas u. Bir ayol kishi bilan o'ltirib, chiroyli suhbatlashib, sen shu bir masalani hal qilolmasang, sen dunyoda nima qila olaysan? Shuning uchun ayol datalash chiqqan vaqtida mush gapni, xitimni va qo'yuvitaman, yo'qol, opangni yo'qot degan gap ma gap qalbimizdan chiqasin. Har qanday to'yqan qiz yigitlarimiz buningdan bu to'yman ajrishish, oila vayron qilishdan qalonlarni chiqarib aytadilar. Chunki biz nima uchun sizlarga burunqi darslarni so'zildi qarindoshlar. Burunqi darslarda to'y qilishning islomdagi muhim o'rni, to'y qilsa Allohning naqadar katta ajrini bildiganligini so'zlab bo'lib, ondan keyin yigitni qanday tanlaymiz, qizni qanday tanlaymiz, bir necha dars qildik. Bo'ldi, ash o'lchamga to'sh qo'zib, qulungdan kelishcha tanlab, men mush tanlashim shariatga eng yaqin bo'ldi, mushunchalik tanladim deysan, ondan keyin og'on xotining sening taqdirga rozi bo'lasan. Ammo bir ayol bir xotin bilan bir tuzuk suhbatlashib, bu xotinni bir xotin qiplanmay, orallik qilsam qo'yutiman, yo'qol, ustunga xotin olaman, u bu deganlik, bu amaliyatda mas'uliyatdan qochqanlik qarindoshlar. Erlik mas'uliyatini ado qilmaganlik. Ayol kishimi og'ziga kelgancha meni qo'yvat deb bu so'zni ko'p qilmaslik. Chunki Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam iridan sababsiz ajrashishni talab qilgan ayol jannatning puruqini topolmaydi degan. Shuning taloq mavjud emas. Taloq shariatda faqat bir masalani hal qilish uchun taloq qilamiz.
Ajrashish shariatda faqat bir masalani hal qilish uchun ajrashidi. Buni inshaalloh keyingi darsimizda so'zlaymiz. Bo'lmasa ajrashish yo'q shariat qarindoshlarimiz. Mana buningdan qattiq hazar aylash kerak. Yana bir biz hazar aylaydigan yana bir ish bo'lsa, mayli er bo'lsin, ayol bo'lsin, bir-birini qag'maslik yoki o'zini qag'maslik. Voy mendami qutlasa, meni ulama deb hatto ashundoq ba'zi dorilarni yevilish yoki o'ziga ziyonkashlik qilish shariatimizda qattiq cheklangan ish. Buni qilmaslik. Voy sa ulasa, voy ko'rdigan kuning va deb bir-biriga mushtaq la'nat o'qib, bir-birini qag'maslik yoki o'zini qag'maslik qarindoshlar. Bu shariatda cheklagan ish. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam hadis sharif shunda deydi: qiyinchilikqa duch kelganlikdan o'limni orzu qilmanglar deydi. Voy jinim, qochon xudoim jinni alala, ajabim qutulmadim degan gapni harigiz demanglar. Desanglar menda danglar. Ey Alloh, agar mening yashashim mening dunyo oxiratligim uchun yaxshi bo'lsa, ey Alloh meni yashatqin. Agar mening yashashim dunyo oxiratligim uchun ziyonli bo'lsa, meni o'z dargohiga olib ketganda menda danglar. Ammo voy o'lib qutlasa yoki o'lgani men qutlamada bir-birini qag'ab bunda qilmanglar degan qarindoshlar. Shuning uchun mana bu ishnimi, bu ishdimi nihoyatda jiroq bo'lish ayol o'rtasida bir da'talash chiqadi, bunda ishni qilmaslik. Yana ayol o'rtasida da'talash bo'lgan chaqda qilmaydigan yana bir ish bo'lsa, og'izni buzib sat gap bilan tillamaslik va urmaslik qarindoshlar. Chunki hammamiz bilamiz, dunyoda hech qanday bir masala tillash bilan, urush bilan hal bo'lmaydi. Sat gap bilan bir-birimizning ruhiga zarb berib, qalbini jarohatlantirishdan hal bo'lmaydi. Qana qilamiz, sabr qilamiz. Innalloha ma'as sabirin, innalloha yuhibbus sabirin. Allah subhanahu va taala sabr qiluvchilar bilan billah. Allah subhanahu va taala sabr qiluvchilarni yaxshi ko'radi. Tamkin bo'linglar, o'zingni tutib olinglar. Allah subhanahu va taala sad gapni yaxshi ko'rmaydi, sad ishlarni yaxshi ko'rmaydi deb natijada degan. Shuning uchun mushu urush qavaqda sad gaplar bilan tillaydigan yo sad gaplar bilan bir-birimizga zarb beradigan yoki ayollarni urdigan ishni qilmaydi. Nima uchun? Birinchisi Rasul akram sallallohu alayhi vasallam hadis sharifda sibabul muslim fisq va qitaluhu kufr degan. Musulmonni haqoratlash, tillash fosiqlik degan. Innalloha la yuhibbul fasiqin deydi. Alloh fosiqlarni yaxshi ko'rmaydi deydi qarindoshlar. Musulmonni o'tirish kofirlik, tillashning o'zi fosiqlik. Sening ayoling musulmon, sening ering musulmon. Shuning uchun sat gap bilan tillaydigan, haqoratlaydigan ishdan jiroq bo'lish. Urush masalasiga kelsak, ayolini uğan er Rasulullah'ның nazarida yaxshi er emas. Chunki Rasul akram sallallohu alayhi va sallam ma ahanahunna illa al-la'im degan. La'natkor, paskash odamlar ayollarini urib tillab xo'rlaydi degan qarindosh. Shuning uchun Oysha onamiz deydi, Rasul akram sallallohu alayhi va sallam hayotida mayli kichik balni bo'lsin, mayli ayollarni bo'lsin urib boqmagan, faqat jihatda dushmanlarga qo'l uzatgan, ammo ayollarni urib boqmagan deb aniq degan qarindoshlar. Shuning uchun mana eng oxirgi hazar aylaydigan 7-ish bo'lsa, tillamaslik, sat gap bilan haqoratlamaslik va urmaslik. Er-ayol o'ttirisida yuz beradigan da'talashni hal qiladigan 4-chi chora bo'lsa va eng muhim choralarning biri bo'lsa qarindoshlar, mush da'talashni chiroyli suhbat bilan hal qilish. Endi bu chiroyli suhbat bilan hal qilish ig'izda demak oson. Bu nihoyatda oson gap. Endi bir odam ochiqlanmasa so'qishmaydi.
Lekin qarindoshlarimiz, biz shuni o'zimizga talab qo'yib, o'zimizga o'lcham qilib, mush ochchig'imiz kelib ketgan chaqda azroq o'zimizni tutib olib, o'rtug'an bo'lsak o'ltirib olib va taratilib ish harakat namoz o'qiychi deb mushundoq bir necha qitim o'zimizga talab qo'ysak va Alloh subhanahu va taologa duo qilsak, chuqum bu ishni qo'lga keltira olamiz. Ya'ni suhbat qilish uchun qarindoshlar, biri başqalarını aralashtirmaslik, ballarni aralashtirmaslik, qo'shnilarni aralashtirmaslik, ota-onamizni aralashtirmay, ayol ikkisi yolg'iz o'ltirib, chiroyliqcha suhbat qilish qarindoshlar. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda "Vajadilhum billati hiya ahsan" deydi. Ey Muhammad, sen Yahud nasralar bilan chiroyliqcha suhbatlashgin deydi qarindoshlar. Suhbatlashish. Ben aldım dedim Qur'oni Karimda Allah subhanahu va taolaning birinchi numurliq dushman bo'lgan shayton bilan Allohning suhbatlashishga yeri bor. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam kofirlar shundoq tillab haqoratlar qilib kelsa, gaping tugdi desa, men gap qilaymi degan yeri bor qarindoshlar. Shuning uchun o'zimizda mash dialog, suhbat madaniyatini, safosini yetilishimiz kerak. Dunyoning hech qanday bir ishlarida suhbatsiz hal bo'lmaydi. Bu qonuniyatni tushunishimiz kerak. Bizda suhbatlashish safosi bo'lish kerak. Hammamiz o'zimiz deganni desak, hammamiz o'zimiznikini rost desak, dunyoda qanday ham bo'lsin bu ish. Bu balki galvonlikning bizni halokatga opiradigan bir yo'l bu. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam salasi muhlikat 3 ish bor inson halok qildi. Shuning birisi hammadan mening to'g'ri, mening rost, mening deganim degan i'jabi kulli zi ra'yin bi ra'yi. Hammadan o'zining rost deganlik mana bu halokatga opirdi degan. Haq senda bo'lish mumkin, boshqalarda bo'lish mumkin. To'g'ri sen taraf bo'lish mumkin, qarshi tarafda bo'lish mumkin. Rasul akram sallallohu alayhi va sallamning qishig'a bir odam keldi. Kelib, "Ya Rasululloh, menga bir vasiyat qilsa" debdi. Rasululloh bir og'iz qildi. "Ochiqlanma" dedi. Bu odam sal mushumuli vasiyat deganda qilib, "Ya Rasululloh vasiyat qilsa" debdi. "Ochiqlanma" dedi. 3-chi qatim "Ya Rasululloh, menga bibi obdaroq bir vasiyat qilsa" debdi. "Ala tafqah, la taghzab." Nimandoq tushunmaysan sen? Sen nimandoq tushunmaydigan odam, g'azab qilma, ochiqlanma dedim-ku dedi qarindoshlar. Hammamiz bilamiz, agar biz mush ochchig'imizni besib olsak, yer sharidagi butun datalashning yeri mahal bo'ldi qarindoshlar. Biz har bir ochchig'imiz kelib ketganda, g'azablangan chaqda Rasulullohning mush so'zini menga davatidi Rasululloh, ochiqlanma degan-ku deb ayol ikkilimiz mushni aslab turib, ochchig'imizni besib olib, chiroyliqcha hal qilish madaniyat safosini mu'min musulmonga tegishlik loyiq bo'lgan bu suhbat safosini o'zimizda yetildiraylik qarindoshlar. Mushu suhbat bilan hal qilish, bu suhbatlashish, fikr almashtirib bir-birimizning gapiga quloq solish biz musulmonlarda eng muhim bo'lmaydigan bir suhbatdir. Chunki Alloh Qur'oni Karimda musulmonlarni suhbat degan chaqda allazina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Mu'min degan shundoq bir zotlarki, gap qilsa quloq solaydi dedi qarindoshlar. Biz boshqalarni tinglashga sabr qilolmaymiz. Oy tinglashib boqayli, suhbatlasak o'zimizning burun qilgan atkalariga pushaymon qilib qolgandek ahvollar bo'ladi. Shuning uchun 4-chi mush darsdagi eng muhim masala o'sha ochiqimizni besib olishni o'rganayli va duo qilayli. Mushning bilan inshaalloh nurg'un avarchiqdan saqlab qolamiz. Bugungi darsimiz oxirida qarindoshlar, bu darsning davomini Alloh xolsa Fatihani sunamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Duolarni aslab qo'yinglar.